Og'abek Saturnni Rossiya ko'chalarida urib ketishdi. O'zbekistonlik oktagon yulduzi Og'abek Saturn Rossiyaga bordi va u yerda uning do'sti Jasur Tayson oldiga borayotgan payt ikki kishi Og'abek Saturnni kaltakladi. Biri boshidan, biri yonidan va bu janjal ko'plab muzokaralarga sabab bo'ldi. Saturn ko'plab zarbalarni o'tkazib yuborganligi sababli больницаga tushib qoldi va uning oldiga Jasur Tayson kelib, "Men hali seni uchun qasos olaman va ularni topdim" degan gaplarni aytdi. Bu voqealarga Saturnning o'zi ham hayron. "Mening hech yerda dushmanim yo'q edi-ku" degan xayollar bilan больницаga tushib qoldi. Ha, zo'rdan zo'r chiqdi degan shu bo'lsa kerak. Ha, mayli, nima ham derdik. Saturnga shifo tilab qolamiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring va u yerda nimalar bo'lganini o'zingiz guvoh bo'ling. Aytgancha videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Videoga like bosish mutlaqo tekin. Aytgancha, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu shunchaki PR-mi yoki rostdan ham bo'lganmi? Endi bor-ku, bu yaxshi emas-da. Buni mehmonni shunaqa kutib oladimi? Nimadan chiqdi o'zi urush? O'zini yarim jon qilib tayladim bo'ldi. Endi biling, siz ertaga bo'yiz bu qanaqa? Buni qarang-da. Eng qizig'i ikki kishi bo'lib yopishgan. Voy, biling. Ey, Bittasi o'ldimi bilmayman, nima bo'lsa bo'ldi. Endi bu yoqda nima? voy, biling. Klinikaga olib keldik mana endi. Saturn hammasi yaxshi bo'ladi, xavotirga o'rin yo'q. Qo'ldan kelgancha hammasini qilamiz. Hozir oyoqqa turib ketasiz. O'ylamang, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Boshladik operatsiyani. Sevdingiz bunaqa bo'lgan payti? Bilmadim aka. Endi ikki kishi ham yopishadimi? Bu biling, bu nima degan gap bu? Peterga kelib bunaqa qildik. Endi mehmonni ham shunaqa qilib biling. Давай, operatsiya tayyorlaylik. O'zi normalmi bu? Normal. Saturn yaxshimi so'zingiz? Men ketdim, men unlar shug'ullanaman borib. Davay, sizlar shu yerdasizlar-da? Bo'ldi. Assalomu alaykum butun planeta. Xullas, menda hammasi yaxshi. Endi sal ko'ngilsizlik bo'ldi. Sal ko'chada tortishuv bo'lib qoldi. Yonboshdan kelib urib qoldi bittasi tikkadan. Mayli, 2-3 kishi bo'lib yopishadimi? Bizga farqi yo'q. Alloh qo'llab turgan bandasi qo'llolmaydi o'sha gap. Hozir menda hammasi yaxshi. Bittasi topilgan, bittasi qidirilyapti. Kerak bo'lsa 2ga 1 solishaman. Men mujikman, hech qachon qaytmaganman. Gapimga javob berganman, bundan keyin ham bo'ladi. Lekin yonboshdan kelib urib qolish erkak emas. To'ppa-to'g'ri. Mujikliklarni saqlab qolinglar. Mard erkak doimo tikka bo'ladi va bu davom etadi. Hali gaplashamiz. Hali hech narsa tugagani yo'q. Sizlar begim bilasizlar, bir ozroqgina ko'ngilsiz narsalar bo'ldi akalar, to'g'risi. Saturnni mana shu urgan bolalarni bittasi orqasidan urgan. To'g'risi, hozir o'shalarga ketyapmiz. Shuni men nima demoqchiman do'stlar? Hozir borib peshonasini 2ga bo'laman. Peshonasini o'rtasidan darcha ochib qo'yaman hozir. To'g'risi mana kameralarga tushgan ekan, rasmlari, basharalari, videolarda ko'rdik dedani. Hozir mana yo'lga chiqib, inshaalloh bu narsani bostiramiz. Topdik ikkovini ham, o'zi bundayroq bolalar ekan. Ikkovim to'g'risi hali yol borib yotibdi, do'stlar. Kutib turinglar, yangilikda inshaalloh bombasini ko'rasizlar. Qanaqa bo'lishini, qanaqa orqadan kelib urish qanaqaligini ko'rsatib qo'yamiz. Davay. Mendan juda ham ko'pchilik xavotir olib, Darika yozyapti, rahmat hammaga. Ko'pchilik esa PR, tuding g'alati gaplar. O'zlaringiz bilasizlar. Kim xohlaganda o'ylaydi. Shunchaki biz yashash davom etamiz. Odamlar unutuvchan, burga hammasi unutiladi. Bu muammo ham yoki men oktagonda ligada bo'lganman, qirol bo'lganman. Burga qarayman, pullar eskiradi, mashinalar eskiradi, odam o'ladi. Hammasi unutiladi. Shunchaki shukr qilib yashash davom etaverish kerak hammasiga ko'nikkan tarzda. Lekin ba'zi bir gryazlarda shuni shunchaki qoldirmaslik kerak. Yonboshdan kelib gryazlik qilgani uchun to'g'ridan javob berish kerak. Javob ham beramiz.